Do'stlik tumanida aholi bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, joylarda mavjud muammolarni bevosita mahallaga chiqib o'rganish va tezkor hal etishga qaratilgan ishlar izchil davom etmoqda. Ana shunday maqsadda bugun tumanning G'ofurg'ulom mahallasida tuman hokimining o'rinbosari Nurmuhammad Xudoyorov ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Qabul jarayonida mahallaning yettiligi, shuningdek tegishli soha va idoralarning mas'ul mutasaddilari ishtirok etib, aholi bilan ochiq va samimiy muloqot o'rnatildi. Fuqarolar tomonidan kundalik turmushda uchrayotgan dolzarb masalalar, xususan ish bilan ta'minlash, tabiiy gaz va elektr energiyasi ta'minoti, ko'p qavatli turar joylarni saqlash va ularni boshqarish, obodonlashtirish ishlarini kuchaytirish, atrof muhitni muhofaza qilish va ekologik muammolarga oid 20 ga yaqin murojaat hamda takliflar bildirildi. Har bir murojaat alohida e'tibor bilan tinglanib, tegishli soha va vakillar ishtirokida muhokama qilindi. Ayrim masalalar joyida o'z yechimini topgan bo'lsa, ayrimlari yuzasidan mas'ul tashkilotlarga aniq vazifalar belgilanib, ijrosi nazoratga olindi.